Koreyada Nozimaning o'limidan keyin juda ham ko'p mish-mishlar tarqab ketdi, ayniqsa o'zbek qizlari haqida. 70% qizlarni yomon otliq qilib, Nuribangda ishlaydi, ya'ni qo'shmachilar qo'lida ishlaydi degan gaplarni ham chiqarishdi. Afsuski, u faktlarni bilmadim qayerdan topishgan. O'zbek qizlarimiz Koreyada hammasi halol yo'l bilan, даже Nuribangda emas, idish yuvishlik bilan pul topishadi. Bu gapni gapirgan ayollar o'zlari bir qanday yo'q ishlarda ishlashadi va obrazovaniyasi ham umuman yo'q. Videolarni tomosha qilganingizda qanaqa savodsiz ayolligini siz videolardan bilsangiz bo'ladi. Agar ularning hayoti shunaqa bo'ldi va ular shu orqali pul topib ko'tarilgan bo'lsa, bu degani boshqa o'qigan, kelgan, karyera qilgan qizlar ham unaqa degani emas. Mana atrofimdagi birorta qizni ko'rmadimki, Nuribangda ishlagani. Nuribangda bunaqa ishlar bo'lishini ham shu voqealardan keyin bildik. Men ham Koreyada 10 yildan beri yashayotgan bo'lsam, hamma yonimdagi, atrofimdagi barcha qizlar idish yuvishdan boshlab turib kompaniyagacha ishlab kelishgan. Ingliz tilidan dars berishadi va to'g'ri qiynalgan til bilmaydigan qizlarimiz ham magazinlarda sotuvchilik qilishadi. Hech qaysi qizni ko'rmaganman 10 yil davomida. Bu juda ham katta srok. Nuribangda ishlaganida. Afsuski, o'sha qizlarni Nuribangga ishga olib qolganlarimiz o'zbek ayollari bo'ladi. Va buning uchun sizlardan iltimos pul so'rab qolardik. Koreyada yurgan qizlarni hammasini nomini qoraga chiqarish kerak yo'q. Bunaqa qizlar yomon otliq qilib O'zbekistonda ham bor. Bu ham yengil emas. Hattoki Instagramda o'zlarini ochiq sochsiga narxlarni qo'yib sotib yurishibdi. Lekin nimagadir musofirda yurgan qizlarni doimo ayblab kelamiz. Har biz bu yo'lga karyera qilgani, o'qigani, ota-onamizni qanaqadir yo'l bilan bo'lsa ham xursand qilish uchun kelganmiz. Kamiga endi bunaqa tuhmatlarni ham ko'tarish menimcha musofirdagi hamma qizga og'ir bo'lsa kerak. Agar Koreyada birorta qiz ish topishda qiynalayotgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Biz sizni til bilishingizga qarab turib, o'zingizning qo'lingizdan kelayotgan qobiliyatga qarab turib sizga ish topishga yordam beramiz. Iltimos musofirdagi yurgan qizlarni shunchaki qo'llab-quvvatlanglar, ularga qaytanga motivatsiya beringlar, oilasiga, jamiyatiga kerakligini his qildiringlar. Bunaqa chetga surib tuhmat yog'dirish shart emas. Shu voqealar tinchigandan keyin inshaalloh Durdona bilan biz ikkinchi partiyamizga start beramiz. Tez kunda yangi videoni kutib qoling. Musofirdagi qizlar sizlar eng zo'rsizlar. Keyingi topikimiz nima haqida bo'lishini ham izohda yozib qoldiring.